ana bandani yoshlik chog'idan so'raydi. Yoshlik chog'ingda yoshligingni nimaga yo'liqtirgansan? Nima sinovida o'tkazgansan? Nima qilgansan yoshligingda? So'rov shu. Qarang, umrdan umumiy so'ralyapti. Umrni bir qismi bo'lgan yoshlikdan alohida so'ralyapti. Chunki yoshlik chog'i halindaqa hal qiluvchi davr. Chorroha davri. Kimni kim bo'lishini belgilab qo'yadigan davr. Yoshlik g'animat davri. Bunda o'zingga kerakli zodi rohilarni tayyorlab ol. Umringga kerak bo'ladigan hamma narsani egallab ol. Chunki ertaga qarasang qila olmay qolasan. Kuching yetmaydi, aqling yetmaydi, imkoning bo'lmaydi. Yoshligingni g'animat bil, qaramay turib, shu g'animatda demak o'zingni o'nglab ol. To'g'ri yo'lga tushib ol, yaxshi inson bo'lib ol. Ana undan keyin inshaalloh qariliging ham go'zal tarzda o'tadi. Xayrli bo'ladi, barakotli bo'ladi.